Assalomu alaykum qadrli akaxonlar. Yana sizlarni Achchuchoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bu siz aynan qidirgan video Neoline 7500S radar detektorini sozlamalarni qanday to'g'rilashni ushbu videoda ko'rib chiqamiz. Agarda siz hali ushbu videoni birinchi ko'rayotgan bo'lsangiz va radar detektorini qanday yangilashni bilmayotgan bo'lsangiz, siz bemalol kanalimizga o'tib yoki izohlarda ssilka qoldiraman, o'sha ssilkaga o'tib ushbu videoda radar detektorini qanday yangilanishini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu videoda esa biz radar detektorini qanday to'g'ri sozlash haqida gapirib o'tamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Agar istasangiz donat ham qilishingiz mumkin. Qo'shimchasiga esa siz istalgan turdagi radar detektorini bizdan ajoyib narxlarda va ajoyib sozlamalarda xarid qilishingiz mumkin. Demak, gapni ko'p cho'zmayman. Demak, biz boshladik. Xo'p, aziz do'stlar, bizdan endi qilinadigan talab radar detektorini quvvatga ulaymiz. Qarang, bizda mana zagruzka degan fayl chiqadi, ya'ni ovozga aniq chiqadi. Mana hozir biza bundan videoda ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Biz yangi fayllarni ushbu miyasiga kiritdik. Endi bu narsani bu o'zi o'rnatib oladi. Va biz ozgincha kutamiz va sozlamalarni qanday qilishligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, aziz do'stlar, uncha ko'p vaqt olmagandan so'ng bizning radar detektorimiz tayyor bo'ldi. Endi biz nima ishlar qilamiz? Mana ba'zi 5-aprel hisobi bo'yicha. Xo'p, ovoz nimaga chiqmayapti? Ovoz qo'yilgan ekan. Eslatib o'taman, bu yoqdan ovoz pasaytirib ko'paytiriladi, bu yoqdan rejim o'zgartiriladi, bu yoqdan esa nastroykasi to'g'rilanadi. Xo'p. Sozlamalar. Birinchi navbatda proshivka qilgandan so'ng orqa tomonga o'tamiz. To'polmadim. Eng oxiriga boramiz. Hududlarni o'chirasizmi? GPS dan post mulyaj, pistirma, chorrax, o'rtacha X, KX, o'rtacha hozir ketib qoldim yana. GPS hududlarni o'chib sozlamalarni tiklash. Aynan, sozlamalarni tiklashga kiramizda. Настройки восстановлены. Sozlamalarni mana o'rtada tugmachani bosdim, ko'rdingiz? O'shani bosgandan keyin сброс настройки bo'ldi. Eslatib o'taman, agarda siz radar detektoringizni Настройки завершены. to'liq proshivka qilsangiz, mana RDSni firmware bolabatdalar yangilaydigan bo'lsangiz, shunaqa ish qilishingiz kerak. Agarda siz faqatgina GPS bazani o'zini yangilaydigan bo'lsangiz, sizga birlamchi sozlamalarni tiklash, ya'ni сброс настройки shart emas. Xo'p. Настройки. Yana o'zingiz bilasiz, Avtoturbo. to'g'rilab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, avtoturbo bu nima? Bu yoqda 130 turibdi, mana o'zini stabil sozlamalarda. Ya'ni 130 km/soatdan oshganingizdan keyin radar detektor juda ham signallarni qabul qilish kuchayib ketadi. Ya'ni mega rejimga o'tib ketadi deylik. Atrofdagi hamma signallarni uzoq-uzoqdan aniqlab beradi. Lekin shu bilan birgalikda radarlardan chiqayotgan radarlarning signali va u bilan qo'shimchasiga pamexlarni ham shunga yarasha uzoqdan aniqlab sizni boshingizni tegishi mumkin. Настройки. Bu o'zingiz tanlovingiz. 130 ham normal, chunki 130 da yuradiganlar kam. Filtr Z signatur. Buni filtr Z signatur qo'shib qo'yish kerak. Bu ortiqcha signallarni Автоприглушение. filtrlab beradigan narsalardan biri. Сигнал по проезду. Signal Голос. buni tegishmaymiz, bu ovoz. Opala ovozi. Сигнал по проезду. Голос, звук. GPS без O'zbekcha qilib olaylik. Ya'ni ko'pchilik o'zbekcha yo'tishi mumkin. Shuning uchun Максимально дальний язык, часовой пояс. Язык. o'zbekcha qilaylik, mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Sozlamalar tugallandi. Mana shu tugmachani bosib tursangiz saqlaydi ham. Sozlamalar. Avtotur Z signal avto pasaytirish o'tgandagi signal. Bularga tegishmaymiz. Mana ovoz yoniq. Tovush. Bu ham yoniq turadi. GPS tovushsiz. Qarang, bu nima degani? Mana misol uchun tezligingiz past bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu yoqdan 10 yoki 20 qo'yadigan bo'lsangiz, 30 km gacha GPS tepadagi radarlar bo'yicha mas ogohlantirish bermaydi ovoz bilan. Buni o'chirib qo'ygan ma'qul deb bilaman. Radar tovushsiz. Endi bu juda ham muhim sozlamalardan biri. Qarang, bu yoqda o'zi stabil 40 turibdi. Misol uchun buni
bitta qiziq tomoni bu. Agarda sizda radar detektoringiz, mana shaharda yurgan paytingiz juda ham ko'p panik berayotgan bo'lsa, K diapazon deb yurayotgan bo'lsa, buni qiziq yechimi bu. Birinchi navbatda yangi bo'lgan zamonaviy radar detektor olish kerak, chunki bu juda ham eskirgan, ortiq bo'lmaydi. Lekin shunga ham ozroqgina miya qilsa bo'ladi. Qanday qilib? Boya joyda 40 turibdi, radar tovushi signalsiz deyapti. Misol uchun, u yoqqa 60 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, radar detektor 60 km/soatgacha ortiqcha signal bermaydi. 60 dan o'tganingizdan so'ng, ya'ni to'g'riroq radarlar signalni K diapazon aniqlasa ham ovoz chiqarmaydi. 60 dan o'tganingizdan so'ng, agar K diapazon bo'lsa, tovush chiqarib, sizni ogohlantirishni boshlaydi. O'zi zavod tomonidan 40 qo'yilgan bo'ladi. Lekin baribir shahar ichida Toshkentda yuradiganlar, hali ham yangilamaganlar uchun agar 60 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, menimcha 60 dan tez yurmasangiz, faqatgina baza bo'yicha juda ham zo'r ogohlantirib turadi. Sababi Neoline'da baza juda ham zo'r shakllangan. Lekin buni tavsiya bermayman. Lekin bir ikkita tanishlarimga shunaqa o'rnatib berganimga juda ham xursand bo'lgandi. Pamix ancha yo'qolib ketar ekan, menga baza bo'yicha zo'r ogohlantiryapti, zo'r deb aytishyapti. Bu o'zingiz tanlovingiz, ya'ni menga ishonib jarima tushib qolishingiz ham mumkin. Xo'p. Radar ustuvorlik. Ustuvorlik erda turishi kerak. Ya'ni hozir ikkita narsa turibdi-yu. Mana ogohlantirish bo'yicha ustuvor erda turadi. Birinchi navbatda. Mana baza bo'yicha ham balobatlar bo'ladigan bo'lsa ham yoki oldingizda uch oyoq bo'ladigan bo'lsa ham, uch oyoqda signal bo'yicha aniqlab qoladigan bo'lsa, titillab ogohlantiradi. Shuning uchun erda turishi kerak bu. Avto o'tgan avtovur GPS radar ustuvorlik. Soxta signal hudud radiusi. Bu ishlatilmaydi bizda. Qaysidir tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, o'zining nuqtasini miya saqlanib qoladi-da. Xuddi shunaqa narsa. Qo'shimcha ko'rsatilgan tezlik. O'sha joyda nuqtasini qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha atrofda radar detektor signal bermaydi. Maksimal qo'shimcha ko'rsatilgan tezlik. Qarang, bu yaxshi narsa. Men misol uchun ko'pincha +2 qo'yib beraman har doim. Nimaga kerak bu narsa? Hudud radius qo'shimcha ko'rsatilgan tezlik. Radar 60 ga deb ogohlantirdi sizni. Siz xayol bilan 65 yoki 62 dan to'g'riroq +2 turibdi-yu. +2 dan ko'p bo'lib tezda yurib ketadigan bo'lsangiz, sizni titillab ogohlantirishni boshlaydi. Bu juda ham xayol bilan yurib, charchab qoladigan paytingizga yoki umuman qo'shimcha yordamchi sifatida ishlatish uchun juda ham qiziqarli funksiya deb hisoblayman. O'shani men doim +2 qo'yaman. Istasangiz o'shani -2 ga ham qo'ysangiz bo'ladi. Chunki kimdirlar o'ylaydiki, radarlar xato o'lchaydi, menga jarima xato keladi. Shuning uchun sal kamroq yurishim kerak deb. Xullas, Sozlamalar. mana shunaqa. Avto turbo. Orqadan boraylik, menimcha tezroq boramiz. X o'rtacha pistirma, chorra pistirma dan hududlarni o'chirib sozlab soatil. GPS maksimal qo'shimcha ko'rsatilgan maksimal tezlik. Bu maksimal tezlikka qarang, bir qiziqarli narsa-da bu. Misol uchun bu yoqqa 100 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, 100 dan o'tib ketganingizdan keyin radar detektoringiz tezlikni pasaytir deb ogohlantiradi. GPS masofa bu tezligingizga qarab ogohlantirishi mumkin. Ya'ni katta tezlikda bo'ladigan bo'lsangiz uzoqroqdan, qisqa tezlikda bo'ladigan bo'lsangiz yaqinroqda bo'ladi, to'g'ri past tezlikda. Baza bo'yicha qilsangiz ham bo'ladi. Bazasiga qanchalik ogohlantirish deb kiritilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ogohlantiradi. Yoki o'zingiz mana tepadagi radarlar bor-ku, o'sha statsionar haqida gap ketyapti. Statsionar radarlarni mana 700 metrda belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha 700 metrdan sizni ogohlantirishni boshlaydi. Menimcha Sozlamalar. eng yaxshi yechimlardan biri bu aynan shu 700 metr deb hisoblayman. X o'rtacha pistirma, mo'lyar, hudud soat til, GPS masofa, til. Til buni tushunganingizdek o'zbek yoki rus tili. Soat mintaqasi. Bu soat mintaqasini 5 qilishga, chunki O'zbekiston vaqti +5. Sozlamalarni tiklash. Agarda sozlamalarda qachondir xato qilib qo'yadigan bo'lsangiz yoki to'liq yangilaydigan bo'lsangiz, bitta biroz nastroyka beriladi. Hududlarni o'chirasizmi? Bu tepada aytilgan, ya'ni xavfli hudud qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, ogohlantirishi bundan foydalanmaymiz, bu qiziq emas. GPS strelka. Bu GPS bo'yicha ogohlantiradigan strelka radarlarni ogohlantirishi yoniq turadi. Dan posti. Ya'ni dan postlarni ogohlantirishi ham yoniq turadi. Mulyaj. Yoki o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Mulyaj bu soxta radarlar, ya'ni radarlar jarima jo'natmaydigan, lekin yo'lni nazorat qiladigan radarlar aynan shunaqa nomlanadi. Bu ham yoniq turgani yaxshi baribir, ogohlantirib turadi. Chunki hozir mulyajlar atrofiga ham uch oyoqlar qo'yilyapti. Pistirma. Pistirma bu taxminiy turadigan uch oyoqlar, multiradarlar, erkin patrullar va shunga o'xshash radarlarning taxminiy turadigan joyini shunday pistirma deb kiritiladi. Shuning uchun pistirma doim yoniq turishi kerak. Bu chorrahadagi radarlarni agar biladigan bo'lsangiz, sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, ogohlantirmasangiz, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. O'rtacha tezlik.
O'zbekistonda hali o'rnatilgan, lekin ishga tushgani yo'q. Pervalda o'rnatilgan alfa radarlar o'rtacha tezlikni oladi. Bu qachon ishga tushsa bemalol Sozlamalar ishlatsangiz tugallandi. bo'ladi, lekin hozir qo'shib qo'ysangiz ham, o'chirib qo'ysangiz ham umuman farqi yo'q, lekin yoniq turgani Sozlamalar. ortiqchalik qilmaydi. Sтрел, лазер, KKX, o'rtacha X. Bu diapazonlar X O'zbekistonda yo'q, o'chiq turadi. K O'zbekistondagi barcha radarlarning o'zagi K hisoblanadi. Bu doim yoniq turishi kerak. Xo'p, Sozlamalar. davom etamiz. Uzilib qoldi. Sтрел, KA O'zbekistonda yo'q. KA. Keni boyayotganda yoqib qo'yamiz. KA O'zbekistonda yo'q, o'chiq turadi. K shaharda. Bu ham yoniq turadi. Lazerni o'chiq turibdi, buni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Aynan shuni yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, uchoyoq radarni aniqlashi mumkin. Ya'ni hozirgi radarlar lazerda ishlayapti, o'sha uchoyoqlar. Shuning uchun yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, endi bunda qanaqa lazer qabul qilinadigan o'rnatilgan, agar yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, shu 50 metrdan 150 metr, 200 metrgacha aniqlashi mumkin. Lekin katta va'da bera olmayman. Sozlamalar. Aniqlashi mumkin. Ideya bo'yicha. Strel, lazer, strelka. Strelkani ham yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Har ikkalasini ham yoqib qo'ysangiz, o'sha sizga yordam beradi. Strelka. Xo'p, keyin strelka ham yoniq turishi kerak. Menimcha shular, hurmatli aziz do'stlar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetyapti. Kanalimizga rivojlanish uchun obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni, like bosishni umuman unutmang. Qo'shimchasiga kanalimiz rivojlanishi uchun donat qilib ham bizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Yoki istalgan turdagi radar detektorlarini bizdan ajoyib narxda, nastroykalar, proshivkalar bilan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Demak, sizlar bilan Achucho jamoasi bo'ldi. Sizlarga radardan, xatardan asrasin deya videomizni shu joyida to'xtatamiz. Xayr, sog', omon bo'ling.